Surxonni yenga olsa hamda Neftchi bilan Paxtakor ochko yo'qotsa, Paxtakor g'alaba qozongan taqdirda ham Neftchi ochko yo'qotsa, turni o'z uyida o'tgan mavsum chempioni peshqadam Neftchiga qarshi o'tkazishni ham inobatga olish kerak. Hamdamovning zarbasi. Yana bir bor ko'raylikchi. Yana bu yerda qoidabuzarlik yo'q deb topdi. Bu yerda ofsayd yo'q, yugurib yetib olsa bo'ladi. Yetib olindi ham. Hujum davom etadi. Jarima maydoniga ichiga ham to'p olib kirildi. Kombinatsiya davom etmoqda markazga va tandemi muvaffaqiyatli o'ynayotgandek edi. Alijonov. Alijonov ichkariga bosh bilan zarba! Hisobni ochyapti. Paxtakor 20-daqiqa edi. Hali 21-daqiqa boshlanmaganda hamda Flamarion darvozani ishg'ol etmoqda. 1-0 Paxtakor oldinga chiqib olyapti muhtaram do'stlar. Menimcha VAR ham birni ko'rishyapti shekilli. Ofsayd bormidi yoki yo'qmi degan savolga allaqachon ko'rib javob topib bo'libdi. Shubhali narsaning o'zi yo'q ekan bu yerda. Hoji Akbar Alijonov. Yengil harakat o'zi uchun bo'shliq yuzaga keltirib oldi va ozgina yana oldinga yurdi. Bu golda Flamarionning qanchalik hissasi bo'lsa, xuddi shuncha hissani men bemalol Alijonovga ham topshirgan bo'lardim. Ha bosh bilan zarba, ha zo'r chiqib bordi. Alijonov o'rtadan to'pni o'tkaza oldi. Bozorov yo'nalishni ozgina o'zgartirgandek bo'ldi. Nasrullayev sal kuchliroq, lekin yetib borildi zarba. Qanday vaziyat edi. Rustam Turdimurodov. Bozorovmidi? Bozorovmidi? Ko'ramiz. Nasrullayev. Hamdamov ekan. Bozorov boshlagan hujum Nasrullayev orqali Turdimurodov. Lekin Turdimurodovning ko'rsatma berdi jamoadoshiga, mana bu yerda tur deb. Yuqoridan uzatilgan to'p bosh bilan zarba va darvozabondan o'tayotganda to'p boshqacha bo'lishi mumkin emas. Linzimasda qancha mas'uliyat bor. OKMKning hujumi zarba, bor zarba. OKMKning birinchi aniq zarbasi 41-daqiqaga to'g'ri kelyapti. O'zi menimcha birinchi umumiy zarba bo'ldi shekilli. OKMKda, ammo quvvati o'z o'rnida. Sal olisroqdan tepib ko'rishdi. Temp oshdi. Yaxshi time ko'rdik. 45-daqiqa yakuniga yetib boryapti. Taktik kurashlar bor. Zarba va 2-0 birinchi time yakunlanish arafasida Dostonbek Hamdamov Paxtakorning ikkinchi golini rasmiylashtirmoqda. Dostonbek Hamdamovning bu goli OKMK uchun juda ortiqchalik qilishi mumkin. Rikoshet bor edi lekin. Abdunabiyevni qanchalik ayblay olamiz? Rikoshet bor edi. Hamdamov chap oyoqdagi zarba jonli devordagi kimgadir tegdimi bilmadim. Kimgadir tegdi lekin. Mana bu tasvir balkim. Ha. Bechora birga to'p tekkanligi uchun shoshib qoldi darvozabon. OKMK darvozaboni Abdunabiyev shoshib qoldi ham emas bu yerda. Shunchaki jo'nalish o'zgargandan keyin hech narsa qila olmadi. Natijada hozir OKMK ikkinchi taym boshida hisobni qisqartirmoqda. Paxtakor vakillari bir-biriga qarab turishibdi. Balkim ofsayd bordir. Ofsayd bor bo'lsa, VAR bor, bekor qilinadi gol. Hech bir muammosi yo'q. Lekin yo'q ekan ofsayd. Ofsayd yoki bor yoki yo'qligi bu boshqa masala. Yoki mana bu yerda qoida buzgan o'yinchi ham, agar qoidani buzgan bo'lsa, Sobir Xo'jayev qoidani buzgan bo'lib chiqadi. OKMK o'yinchisi buzgani yo'q qoidani. Bu esa aylanib o'lgirilib, o'tib boryapti. OKMK futbolchisi tomonga natijada mana bu yerda yana bir bor ko'ramiz. To'qnashib ketishdi jamoa vakillari. Natijada haqqoniy gol bu yerda. Paxtakor darvozada 35-raqamda Sanjar Quvvatov, 5-Muhammad Qodir Hamraliyev, 7-Hoji Akbar Alijonov, 10-hozir Paxtakorning hujumi. Paxtakor hisobni 3-1 ga yetkazishi mumkin edi 49-daqiqada. Turdimurodov hech ham shu o'yinda boyagi vaziyatni yana bir bor ko'ramiz. Aytib o'taman. Yuqoridan uzatilgan to'p. OKMK hujumda. OKMK harakat qilyapti to'pni. Hujumda saqlab qolishga buni uddaladi ham OKMK imkoniyat bor. Qoldirildi to'p. Zarba va Quvvatov muqarrar goldan saqlab qolyapti. Ikkinchi taym zo'r boshlandi. Nasrullayevdan chiqdi.
boyagi pas yuqoridan hujum davom etdi. Mana shu yerda talashib, tortishib saqlab qolishdi. Keyin esa qarang, chiroyli o'ynadi Nodirbek Abdurazzoqov. Bozorov. Murodov o'tkazib yuboryapti. Mazgavoy chaproqqa imkoniyat bor. Flamarion sal ko'paytirib yubordi. Vaqt sarflashdi. Baribir. Dedi u. Ahmadaliyev qaytarib olgan ekan bu lahzada. Menimcha yo'q. Paxtakorning navbatdagi hujumi. Alijonov mana shu chalg'ituvchi harakati rosa qiyin ahvolga tushirib qo'yapti OKM o'yinchilarini. Ketdi to'p, ichkariga uzatildi. Bosh bilan zarba! Paxtakor 62-daqiqada hisobni 3-1 ga yetkazmoqda Muhammad Qodir Hamraliyev gol muallifiga aylandi. Juda xavfli nuqta. Lekin Muhammad Qodir Hamraliyev yuqoridan kelgan to'pga mana bunday javob bera olyapti. Hech kim uni qo'riqlay olmadi. Hech kim uni hujumini bartaraf eta olmadi. O'zi bu narigi tomondan ichkaridan yugurib keldi. Atayin oyog'i toyib ketdi shekilli. Ahmadaliyevning nuqtasi ochiq bo'lib qoldi. Natijada shu nuqtadan Nasrullayev to'pni ichkariga uzatib bermoqda. Bu yerda zarba berish imkoniyati bor. Sobir Xo'jayev, Alijonov, lekin darvozabon Abdunabiyev o'z o'rnida. Qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini. Yuqoridan uzatilayotgan to'p Flamarion. Boyagi jarayonni ko'ramiz. Flamarionning zarbasi yo'q, haq nazariga qadar yetib bormadi, lekin darvozabon ham bittada to'pni ushlay olmadi. Bu yerda yo'nalishni o'zgartirdi. Yana markazda OKM to'pni egalladi. Murodov o'ng tomonda Ahmadaliyev qabul qilyapti. Dilshodbek ichkariga markazga nimadirlar bo'ldi. Bir-biriga ayni daqiqalarga kelib jamoalar biroz toliqqanligi. Garchi murabbiylar iloji boricha yangi kuchlarni tashlashga harakat qilishdi. Bashar Rizan. Bu mo'yinchi sal unga tayangandek ko'rindi. Nasrullayev chapta sheriga ochilayotgandi. Parjak. Yana bir imkoniyat. Zarba bor. Alijonovning zarbasi. Nasrullayev vaziyatni to'g'ri baholadi. Nasrullayev ancha masofani bosib o'tdi. Hali ham kuch saqlab qolibdi. 90. Mana bu Hojimadir Erkinovning zarbasi gol bilan tugagani yo'q. Ustunga to'p tegib qaytib ketdi ortga. Qanday qulay vaziyat va bu hujumning boshida turgan o'yinchi Sherzod Nasrullayev edi. Uning mana shu lahzalarda ham kuch topib yugurayotganiga men hayron qolayotganim yo'q. Mazgavoy saqlab qola olmadi. Ahmadaliyev uzoqlashtirdi, bo'ldi. Aytganimdek shuni kutib turgandi Shavkat Nasibullayev. O'sha hujumni Paxtakor tugatdi, ya'ni muvaffaqiyatsiz bo'lsa ham tugatdi. OKM vakillari to'pni uzoqlashtirishdi va Nasibullayev final hushtakini chaldi mana shu uchrashuv uchun.